Bu chiroyli ko'ylakni qanday tikkanim qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Bu fasonga 3 metr material ketadi. Avvalambor uzun quyosh yubkasini bichib olamiz. Shunda material ancha ekonom bo'ladi. Aytgancha bu klientim tanlagan fason va uni besprimerka tikib olman. Endi qolgan mato bo'laklaridan kichkina korset bo'laklarini bichib olamiz. Keyin navbat dubleringa oldin bazaviy shunaqa yubka dublerin yopishtirib, keyin albatta korsetli kiyimlar uchun korset dublerin ishlatish kerak. E'tibor qiling, ikkita bir xil bo'laklarga dublerin yopishtirayotganda yuzini yuziga qilib, baravar dublerin yopishtiriladi. Shunda qolip o'zgarib ketmaydi. Endi qiladigan ishim besprimerka bo'lsa ham men buni bir marta tikib, yig'ib ko'rishim kerak. Hamma joyi joyidami? Primerkaga tayyorlaymiz. Bilasizlarmi, klient Qoraqalpog'istondan ulamanga bir kunga вечеринка uchun Toshkentga kelayotganliklarini va yana shunaqa dedilar. Ertalab primerkaga boraman, kechki paytga ko'ylakni kiyishim kerak. Ularga xo'p dedim, lekin ko'ylakni почти tayyor qilmasam ulgurmasligimni o'zim bilardim. Tем более ruchnoy rabotalari bor. Bezaklarni shunaqa gardishga setka tortib olib, bezashdan boshladim. Gul yasash uchun payetkadan yaproqchalar tikib chiqdim. Har ikkalasini orqasini kley qilib qotirishga qo'yib qo'ydim. Navbat ko'ylakni ramkasiga aralash texnikasida tikib chiqdim. Shu yerda men klient qomati haqidagi hamma tasavvurlarimni ishga solib, o'zim uchun primerka qildim. Endi ukrasheniyalarni kesib olib, ko'ylakka joylashtiramiz. Gulchalarni yasab o'rnatamiz. Qo'shimcha mayda detallarni jarayonni o'zida kiyimga qo'shib tikamiz. Har ehtimolga qarshi lamkani uzun kaltaligini to'g'irlash uchun shunaqa detal qo'shdim. Rosti hech ham kutilmagan ish chiqib qolishini xohlamadim. Mana birkalarini tikib qo'yib, zamoklarni tekshirib olib, tayyor. Bu ko'ylak bir kunda bitmadi. Shaxsan men bir kunda bunaqa ko'ylak tika olmayman, lekin klientlarni aytgan vaqtiga tikib berishga doim harakat qilganman. Bo'ldi, tayyor. Endi upakovka qilib klientga jo'natib yuborsak bo'ldi. Videoni kim oxirigacha ko'rgan bo'lsa, sabringlarga rahmat.